Ukajonim, g'alabam bor bo'lsin. Rahmat. Uka, necha yoshingdan bilaman, ha? Ta'lim bergan ota-onangga rahmat. Salah deganda polida sezmadigan maylikka birga berilmaymiz, astag'firullah. Sog' bo'ling, seni yaxshi ko'ramiz. Endi qayerga ketaman, topchi? Hozir ketaman. 2da ketaman. Inshaalloh Eron bilan o'yinga qaytib kelishga qattiq harakat qilaman. Inshaalloh. Bor, duoda bo'l. Abduqodir mujik degan yigitlarga like bosib qo'yamiz. Bo'pti ukam. 5 kere 5. Sog' bo'ling. Doston. Mana ukajonim senga. Oxirgisida Xudo xolasa bitta bor ekan, bu ham senga ukajonim. Uka, esingda bormi? Xuddi 17 ga o'shalardan, to'g'rimi? Birlashgan Arab Amirliklariga shtraf tepayotganingda Doston Allohdan so'rab bismillahni aytib deganimda nima bo'lgandi o'shanda? Gol bo'lgandi. Da o'shanda даже avtogol qilib kirgizib yuborganda, azizlar, Allohga oson, yaxshilab so'rasanglar, albatta ijobat bo'ladi, to'g'rimi uka? O'sha voqeaga 13 yil bo'ldi uka. Abdurahmon Fozilov kecha tuxumdan chiqib qolmagan. Sog' bo'ling uka. Ketdik ukalarning qo'llab-quvvatlagan. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'linglar.